aynan shu siz aytayotgan tabayyun so'zi bilan sobit bo'lgan. Fatabayyanu deb Alloh subhanahu va taolo o'zi ta'lim bergan. Ochiqlab olinglar, aniqlab olinglar, surishtirib olinglar degan. Shulardan bittasi Niso surasi 94-oyatda 2 marotaba takror keladi. Bitta oyatni o'zi aniqlab olinglar deydi. To'g'ri kelgan odamga islom hukmi berib ketilavermaydi. Xuddiki musulmon odamni takfir qilib bo'lmagan. Buni teskarisida musulmon odamni takfir qilsa bo'lmaydi-ku. Xuddi shunday islomi tasdiq bo'lmagan odamga islom hukmi berib ham bo'lmaydi. Keyin Rasul alayhissalom shunaqa ta'limot bilan yashaganlar, harakatlanganlar va shu ta'limotni berganlar. Haligi joriya hadisi deb mashhur bo'lgan hadis bor-ku, Imom Muslimda rivoyat qilingan. O'zlari mana tabayyun qiladilar shu ayolni. Sahobiy yetaklab keladi, sababi bir tarsak urib qo'ygan bo'ladida, qo'ylarni shu loqaydlik bilan shu yaxshi qaramaganligi uchun bo'ri yeb qo'yadida. Endi bir tarsak urib qo'yadi, keyin achinib Rasul alayhissalomning yoniga yetaklab keladi. Shunda Rasul alayhissalom tabayyun qilib ko'radilar. Keyin shu muslim ekan, mo'min ekan, ozod qilib yubordilar. Qarang, eng avvalida Alloh subhanahu va taoloni o'zi aytayapti tabayyun qilinglar. Keyin rasuli ham xuddi shunday tabayyun qilyaptilar. Undan keyingilar ham xuddi shunday sahobiylar ham. Mana Abdulloh ibn Mas'udni manoqibida keldi. Yo'lda ketayotganda shu Kufada bir jomida bir guruh odamlar to'planishib o'tiradi. Shunda bir kishi o'rnidan turib, Musaylamatul Kazzob haq gapni gapiradi, haqiqatan shuni rasulligi to'g'ri deb gap aytganda, hech kim qarshilik qilmaganda, qarshilik qilib turib, ya'ni rad qilib turib, endi shu yerdagi o'tirganlarni hammasi kofir ekan deb takfir qilib chiqib ketganlar. Sababi kufriy gap aytyapti, qolganlar rad bermasdan sukut qilib o'tiribdi deb. Kufr majlisida sukut qilib o'tirishlik mumkin emas degan oyatga mana bunday amal qilishganda, Niso surasi 140-oyatda keladi-ku, kufriy majlis bo'layotganda yo rad qilinglar yoki o'rinlaringdan turib tark etinglar u yer. Sukut qilib o'tirsalaring nima bo'ladi? Innakum izam misluhum. Sizlar ham o'shalarni misliday bo'lib qolasizlar deb Alloh subhanahu va taolo ogohlantirgan. Sahobiylardan keyingi davrlarda ham hozir galma-gal olib kelyapman pastga qarab. Ba'zilar har xasha qiladilar-ku, faqat Qur'onga amal qilasizlarmi yo faqat Qur'on sunnatgami deb. Salaflar fahmichi deb. Mana sahobiylar salaf. Undan keyingi davrlarda ham hali mana Ahmad ibn Hanbal nomini tilga olib o'tdingiz-ku, Ahmad ibn Hanbalning davrida ham Qur'on maxluq degan e'tiqod yoyilib ketganligi uchun Ahmad ibn Hanbal mana Marvaziy rivoyat qilgan Ahmad ibn Hanbaldan biror bir o'zim tanimagan kishini orqasidan namoz o'qimayman deganlar. Yoki boshqalarga ham shuni ilinganlar. Biror bir o'zing e'tiqodini tanimagan odamning orqasidan namoz o'qima deganlar. Yoki aniqlashtirishgan shu Qur'onni maxluq deb e'tiqod qilasanmi, yo'qmi deb. Aralashib ketganda o'sha zamonada shu fitnaga aylangan. Har davrda o'zini shu mashhur bo'lgan kufr shirk illatlari bor-ku, shular bilan imtihon qilib ko'rilgan. Bugungi kunda mana shaxsparastlik, tuzumparastlik avj oldi-ku. Albatta hozir qo'yib bersangiz hamma islomdaman, musulmonman deyapti-ku. Ikki ilohliklar, ko'p ilohliklar ham bir tarafdan demokratik qonunga ham amal qilar ekan, bir tarafdan Allohning qonuniyatiga amal qilaman deb ham da'vo qilar ekan. Bir tarafdan Allohga qulman der ekan, bir tarafdan podshoga qul ekan. Qanaqasiga musulmon bo'ladi? Bu endi o'sha qonunbozlar, hukumatparastlarga tegishli. Yo'inki firqalardan misol aytadigan bo'lsak, o'zini islomga nisbat qiladigan. Hizbiylar masalan, Nabihoniy degan peshvosi dindan bo'lmagan narsani dinlashtirib bersa, uni ham ilohlashtirib olar ekan. Bir yondan musulmonman deb Allohga iymonni ham da'vo qilar ekan. Bo'lmaydi-da unda ikki ilohlik bo'lib qoladi. Va boshqalari ham salafiy bo'lsin, hanafiy bo'lsin, falon pismadoniy bo'lsin, dindan bo'lmagan narsani dinlashtirib bersa, yoki teskarisi dindan bo'lgan narsani chiqarib tashlasa dindan, o'zi bir din tuzib bersa, shariatdan bo'lmaganini shariatlashtirib bersa, ku ularning ilohlari bormi? Alloh dinda shariat qilmagan narsani shariatlashtirib beradi. Mushriklarni Alloh subhanahu va taolo tanqid qiladi. Shunday bo'lib, har davrda o'zingiz ham xabaringiz bor ekan, tabayyun qilishlik kerak bo'ladi. Tanimasdan turib to'g'ri kelgan odamga islom hukmi berib ketilaveradigan bo'ladigan bo'lsa, hamma hozir islomni da'vo qilyapti. Peshvosini payg'ambar deganlar ham, sahobiylarni so'kadigan shiyalar ham, Ali bilan Allohning orasida hech qanday farqi yo'q deydigan toifalari ham, shiyalar ham bo'linib ketgan endi toifalar. Kazo va kazo.